Agar haqiqat bitta bo'lsa, nega shuncha ko'p talqinlar bor? Chunki odamlar dinlarni yaratadi. Xudo haqiqatni ochib bergan, lekin odamlar ko'pincha unga urf-odatlar, qoida va noto'g'ri tushunchalarni qo'shib yuboradi. Har bir din shunday deydi. Faqat bizda haqiqat bor. Lekin haqiqat o'zini qarama-qarshiliklarga bo'lib yubormaydi. Haqiqat chalkashtirmaydi. U yo'lni ochib beradi. Xudo Isoni o'ziga olib boruvchi yagona yo'l sifatida yubordi. U shunday deydi: "Men yo'l, haqiqat va hayotdirman." Bu din emas, bu bizni Xudoga yo'naltiradigan shaxs. Xudo marosimlar yoki tizimlarni emas, yuraklarni izlaydi. Agar chin dildan ibodat qilsang, Xudo menga haqiqatni ko'rsat deb u albatta javob beradi. Chunki Xudo yagonadir va unga olib boradigan yo'l Iso ko'rsatgan yo'ldir. Agar bu xabar sizni o'ylantirgan bo'lsa, obuna bo'ling, layk bosing, izoh qoldiring va bu videoni ulashing. Haqiqatni chin yurakdan izlang.